bizlarning sohaga aloqasi bo'lmasa ham, lekin zo'r narsa ko'rib qoldim. Menga rosa yoqdi. Hozirgi kunda qanaqadir kapsulalar qilishyapti-yu, o'sha bardak choylarda o'shani zamonaviyroq, navorotchinniroq, qimmatroq varianti ekan. Mana buni ko'ringlar. Bizlar вообще jiddiy ko'rinishga ega. Hozir buni sizlarga ko'rsatib beraman. Olgan. Ana kapsula. Cho'slarni sizlarga kapsula. Mana kapsula deydi, deyapman. Mana. Ha, endi rost ekan, kapsula bular qanaqadir chiroyli qilib divan kreslo qilib qo'yishgan. Lekin unga kattaroq to'qsa, ko'pchilik ulfatlar bor, oilaviy. Mana bular ham ana quyoshda kuydirmas ekan. Polniy sonsiz zashnilari bor ekan. Ana aslida quyosh tomoniga qo'yilsa, parda tomonidan mana bu lekin tog'ni tepasiga, suvga qaratib, plastikka qaratib qatga turib qo'ysa lekin chirish zo'r narsa ekan. Mana ochib yopilishi ham yumshoq. Bitta qo'lda shunday ochilyapti, shunday yopilyapti. Gap yo'q, lekin zo'r narsa o'ylab topishdi. Rossiyskiy deydilar. Rossiyskiy производство ekan. Yengil ekan bizada. Gap yo'q. Mabodo kimgadir qiziq bo'lsa, men kontaktini mana shu qoldirib qo'yaman. Lekin zo'r narsa ekan, menga yoqdi. Pul bo'lsa qilish kerak. Taxminan bittasi $10,000 atrofida ekan.